Qadrli obunachilar, mana shu balonni yamaganmiz. Garantiyalar hamma narsa berilgan, mana balonning ahvoli. Dabdala bo'lib ketgan, qo'yib yuborgan sababi mana. Mana ahvol. Bunaqa ahvolda garantiya. Bu sizga ancha ishi bor. Mana garantiya. Olib kelishdi to'g'ri ko'rib bering. Nimasini ko'raman buni tushunmadim. Mana bu ikkinchi varianti. Buni ham mana yama berganman. Buni yama berganimdan keyin mametidan yirtilgan yana dababga damsiz haydab olishgan. Mana bunaqa holatda qadrli obunachilar, bizning garantiyamiz to'xtaydi. Garantiya degan narsa bo'lmaydi. O'zini klient o'zini aybi bilan, o'zini anaqasi bilan bo'ladi. Endi hozir bu balonga 200 ming, 300 ming rasxod qilish nestoyid, shuning uchun boshqa balon taqqan yaxshi. Bunaqa balonni yirtib yuravergandan tinchini almashtirib qo'ya qolgan ham yaxshi edi. Boshqa balon taqib. Ehtiyot bo'lib yurish kerak edi, ehtiyotini qilishmagani uchun mana shunaqa bo'lgan. Balon sostenasi zo'r, ideal turibdi, lekin bunaqa rasvo bo'lib ketgan. Bunaqa holatda narigi balonga ham, bu balonga ham garantiya yo'q, o'sha to'xtadi degan narsa bo'ladi. Yana nima deymiz? Garantiya o'ylab bo'ldi, o'sha endi buni klient o'zi boshqa balon taqib oladi, xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa yaxshi videolar sizlar uchun chiqaraveramiz, Alloh nasib qilsa.